Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bir Samsung televizorini ta'mirlashga kelgan edi. Buni muammosi televizor yonadi. Podsvetkasi yonadi, oqarib. Ovoz chiqadi, lekin tasvir chiqmaydi. Ekran kulrang bo'lib turaveradi, tasvir yo'q. Hozir ulab qo'yamiz mana. Indikator chirog'i yondi. Mana hozir e'tibor berib qaralsa, ekran kulrang bo'lib yonadi hozir. Kulrang bo'lib yondi. Mana bir kulrang bo'lib yonib oldi. Ko'rinyapti. Chiroqni o'chirish deyildi. Bilinardi-da. Hozir boshqatdan yoqib o'chirib ko'rsataman. Mana bu ishda hozir chiroqni nuri tushyapti-da. Hozir yana yopamiz. Qo'yib knopka bosib, ekran kulrang bo'lib yondi. Lekin tasvir yo'q. Hozir hech narsaga ulaganimiz yo'q, shuning uchun ovoz ham yo'q bu yerda. Agar antennami nimadir ulatsa ovoz chiqadi. Hozir bu yerga antena ulashga imkoniyat ham yo'q ekan. Joyga televizor ilgandan keyin antena yetar ekan, kabel kalta ekan. Mana hozir o'chiraman powerdan. Hozir kulrang qoladi. Mana yo'qoldi, qorang bo'lib qoldi. Yana yoqaman. Mana kulrang bo'ldi. Lekin tasvir yo'q. Antena ulasak aniq ovoz chiqadi. Shunaqa tasvir yo'q. Hop, endi buni hozir televizorimizni orqasini ochib oldik. Bu yerda muammo nimada bo'lishi mumkin? Bu yerda muammo mana shu ekranga kiradigan mana shu narsalarda bo'lishi mumkin. Mana shundaysiga tagidan ekranga o'tib ketadi shlif. Mana shlif. Bu platadan kelayotgan shlif, mayn platadan. Bu ekranga ketadigan shlif. Bundan chiqib bu tikon deyiladi. Muammo mana shularda bo'lishi mumkin. Hozir menga yordamchi yo'q, shuning uchun hozir kamerani o'chirib tekshirib chiqaman. Muammo nimada ekan? Keyin sizlarga muammoda nimada muammoligini aytaman. Mana bu tikon plata. Bundan kelib, mana mayn platadan kelib tikonga ulangan simlarni tekshiramiz va tikonni tekshiramiz. Va tikondan chiqib, mana shlif tikondan chiqib panel ekranga ketgan shlifni tekshiramiz. Hozir men kamerani o'chirib turaman, sababi menga yordamchi yo'q. Tekshirib keyin muammoda nimaligini aytaman. Muammo nimadaligini. Xo'p, tekshirib chiqdim. Mayn platadan keladigan bu nimamizda mana bu shtakerimizda muammo yo'q. Hamma voltajlar kelyapti. 12 volt, boshqa hammasi massa hammasi kelyapti. Yaxshi. Bu ekranga ketgan shlifimizda ham muammo yo'q ekan. Va ekranning tagidagi plata bor mana yerda. Bunda hech qanday zamykaniya yo'q. Hop. Tikonni tekshirib chiqdim. Mana yerda manaki Vcom, AVDD, VGH o'shalarda toklar normadagidek emas ekan. Normadagi chiqmayapti. Toklar normal chiqmadi.
Tikondagi. Mana bu. Hop. AVDD, VGH va VGL bilan mana bu VKK 33 unda normalni. Faqat AVDD bilan mana bu yerda hozir mana AVDD, AVGH mana shularda tok normalniy emas ekan. Standart emas ekan. O'shandan problema bo'lgan. Tikon ishdan chiqqan. Xullas kalom. Mana bu mikrosxema ishdan chiqqan. Endi bizda sal boshqacharoq bo'lsa ham shu joyiga tushadigan tikon bor mana. Sal ko'rinishi boshqacha-yu. Sal boshqacharoq, lekin joyiga qo'ysa bo'ladi. Chunki bu ham LG ekrandiki, bu ham LG ekrandiki. Ekranda ham nomlanishlari bor-da, bo'yi ekran, LG ekran deyiladi. Bu ham LG ekranga mos tushadi, bu ham. Bu ham Samsung televizorda LG ekran qo'yilgan ekan. Mana bu Artel'niki, robotchi. Artel televizorniki bu. Artellarga ham, Shvakilarga ham LG ekran qo'yiladi. Hozir buni almashtiramiz. Mana bu eskisi, mana bu robotchi ishlaydigani, bu ishdan chiqqan. Hozir kamerani o'chirib qo'yaman. Keyin natijani ko'ramiz. Mana bu tikonni qo'ydik. Bunda nasqan ekan VGL. Mana VGH, VGL, mana VGL, bunisi VGH. Bunisi AVDD. Bunda toklar standartni, normalni shu rejimlar to'g'ri chiqyapti. Tikon ishlayapti. Tekshirib chiqdim-da. Endi televizorni yoqib ko'ramiz. Qanday o'zgarish bo'lar ekan. Hozir kamerani o'chirib turmasam yordamchi yo'q menga. Mana televizorni bundaqasiga ag'darib oldik. Endi tokka ulaymiz. Xo'sh, indikator chiroq yondi. Kulrang bo'lib yondi. Kutamiz qani. Mana televizor tuzaldi. Muammo tikonda ekan. Chiqqan tikon. Mana bu tikonda ekan aybi. Tikonda mana shu mikrosxemasida bo'lganda aybi. Mana shu sababli ishlamay qolgan. Mana televizorimizni devorga o'rnatdik va Toolbox Androidga uladik. HDMI 2 orqali. Mana o'zimning YouTube'dagi kanalimga kirdim. Telemaster Anvar Usta kanaliga. Xo'sh, mana ishlayapti. Qani endi videolardan bittasini qo'yib ko'ramiz. Xo'sh. Pilisos so'zlaganda jonli efirni ko'raylikchi. Jonli efirdan yozib olinganda. Xo'sh, buni ovozini o'chirib qo'ygandim. Keyinchalik ovoz chiqadi. Hozir sal o'tkazaylik.
Mana bu shorts video edi, shuning uchun qisqada. Ovoz o'chirib qo'ygandim. Bu jonli efirdan yozib olinganda. Kecha bir jonli efir qilib ko'rgandim. Qanday chiqar ekan deb. Ikili chatimni stikerlarini mana qo'shib qo'ydim. Bu promay bo'ladi-da. Shoshma, o'zim qo'shaman. Xo'sh, 1 2 3 ketdik. Stazma ishlayapti. Endi mana ajratib qo'yamiz. Endi ishlamaydi. Mana tiqamiz, ishlamaydi. Tiqdik, ishlamadi mana. Ishlamaydi bu holatda. Qisqasi mana shu ikili chatil almashtirish kerak. Buni o'zini hozir sal yo'g'ini ochib ta'mirlab qo'yishim mumkin. Lekin yana uncha uzoqqa ish bermaydi. Yana buzilib qoladi. O'shaning uchun yangisidan hozir zakaz berdim. Keladi, qo'yib beramiz. Buyog'i cho'tki bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning efirimiz hozircha tugadi. Xullas, mana bu televizor ta'mirlayotganim, mana bu kir mashina ta'mirlayotganim ham shortsda olingan. Kir yuvish mashinasiga yangi reduktor qo'yildi. Qisqasi televizor normal ishlayapti.